qizi bor odamlarga va qizi erga tegan odamlarga bu video bag'ishlanadi. Nimagaki bizning mentalitetimizda bu normal holat bo'lib hisoblanadi. Qachonki kuyov kelganda kuyovga "Voy, qizimiz bilan qiynalmayapsizmi? Qizimiz sizga yaxshi qarayaptimi? Endi qizimiz shunaqa sal erkatoq, injiqroq" deb shunaqa qizini yomonlab kuyovga yaxshi gapirish. Bu qatdan olindi. Siz qachondir ko'rganmisiz qizingizni qaynonasi o'zini o'g'li haqida yomon gapirganini? Siz qaynonasidan so'rang, uni o'g'li eng zo'r va sizni qizingiz taksida. Nimaga sizlar unaqa qilmayapsizlar? Siz qizingizni himoya qilmasangiz, siz qizingizga zashita opora bo'lmasangiz, uni eri uni hurmat qiladimi? Uni ham eri unga aytadi, "Sani hattoki qarindoshlaring shu gapni gapiryapti. Men masaga gapirishim mumkin emas." Iltimos, aziz ota-onalar, aziz qizlarning qarindoshlari, sizlar shu qizni himoya qilinglar. Sizlar "Mani qizim eng zo'r, eng ideal" deb aytinglar. Shunda sizlarning qizinglar baxtli bo'ladi.